tezgahta Türk dünyasında Türk tarihçiler arasında iki tane anane gelenek var. Bir Oğuzhanlı geleneği ve Oğuzhanlı destanı, diğeri de Cengizhane ve Cengizhane. Mana bugun Toshkent iqtisodiyot va pedagogika institutida nufuzli xalqaro konferensiya bo'lib o'tmoqda. Bu konferensiyaga nafaqat O'zbekistondan balki bir qancha xorijiy davlatlar, xususan turkiy tilli davlatlar, shuningdek Rossiyadan bir qancha soha bo'yicha, ya'ni tarixshunos olimlar tashrif buyurgan. Bugungi konferensiyaning ahamiyati shundaki, to'xtalib o'tish kerakki, Prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan turkiy xalqlarining umumiy madaniyati, tarixi yuzasidan tadqiqotlarni bir oraga keltirish, bu bo'yicha tadqiqotlarni salmog'ini yanada oshirish maqsadidagi bir ijtimoiy bir siyosatning, islohotning bir natijasi deb hisoblasak bo'ladi. Mana bugun Toshkent iqtisodiyot pedagogika institutida katta xalqaro anjuman o'zining ishini olib bormoqda. Ushbu anjuman turkiy xalqlarning tarixi, birdamligi va ularning rivojlanish bosqichlariga bag'ishlangan bo'lib, bugungi konferensiyamizda xorijiy davlatlardan juda ko'plab mehmonlar tashrif buyurishgan. Bu Rossiya, Turkiya, Qozog'iston va boshqa davlatlardan. Bu konferensiyamizni o'tkazishdan maqsad turkiy xalqlarining demak birdamligini, ularning manfaatlariga bog'liq bo'lgan juda ko'p masalalarni ilmiy konferensiyada muhokama qilish. Shu bilan birga mana shu ilmiy anjumanda yurtimizning yosh olimlarining va respublikadagi boshqa oliy o'quv yurtlari, ilmiy tadqiqot institutlarining olimlarini, mutaxassislarini jalb qilganmiz. В том году войско под руководством Амира Тимура пришло на берега Волги и дало генеральное сражение хану Тохтамышу в 1491 году. И наша цель и задача найти это место сражения, изучить этот весь полный поход, который продлился почти 6 месяцев и завершился вот таким грандиозным сражением. Ну, собственно, мы выслушали ряд докладов, которые были посвящены как раз как личности эмира Тимура, так и истории, политической и экономической истории тимуридской державы в дальнейшем. Мне кажется, я насытился научными проблемами, насытился научными идеями очень сильно. И думаю, что мне есть над чем поработать у себя в Самаре, в России. Значит, мы очень благодарны руководству института за оказанное содействие в приглашении и предоставлении площадки для объединения научного и образовательного мира в решении общих поставленных задач, именно построения стабильной и активно развивающейся экономики, истории и культуры нашего государства. Konferensiyamiz 7-8 aprel kunlari bo'lib o'tadi. Bugun mana konferensiyamiz ochilish marosimini boshlab oldik hamda 5 ta sho'ba bo'yicha o'z faoliyatini boshlagan. Bu konferensiyaga umumiy respublika hamda boshqa davlatlardan 200 ga yaqin maqolalar kelib tushgan. Assalomu alaykum, ben Azerbaycan'dan geldim. Karabağ Üniversitesi'nin dosentiyim. Bugün burada Türk tarihi ortak mədəniyyəti ilə bağlı konferansda iştirak edirik. İlk əvvəl mən dəvət etdiklərinə görə və bu gözəl konferansı təşkil etdiklərinə görə bu Toshkent İqtisadiyyat və Pedaqoji Universiteti rəhbərliyinə, təsisçilərinə xüsusi təşəkkürümü edirəm.